Agar o'qituvchi o'z ustida muntazam ishlab bormasa, u albatta rivojlanishdan to'xtaydi. Men Navoiy shahar 16-sonli maktabning oliy toifali kimyo fani o'qituvchisi Razzoq va Dildora Toshpo'latovman. Bugungi kunda ta'lim tizimidagi islohotlar, yaratib berilayotgan sharoitlar, qo'yilgan talablar, bular hammasi o'qituvchi maqomini yuqori darajaga ko'tarishga xizmat qilmoqda deb o'ylayman. Birgina hujjatlarni kamaytirilib, elektron jurnallar, raqamlashtirish yo'lga qo'yilganligini o'zi ham bunga dalolat berib, o'qituvchini vaqtdan yutishiga xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, ta'lim tizimidagi attestatsiya jarayonlari avvallar 5 yilda bir marta bo'ladigan bo'lsa, so'nggi yillarda 1 yilda 2 marotaba o'tkazish ham o'qituvchi o'z toifasini bir necha toifa yuqoriga ko'tarib olishiga xizmat qilyapti. 2025-yilda vazir ustamasini ham qo'lga kiritdim. Bundan tashqari, yanvar-iyun attestatsiya jarayonlariga qatnashib, oliy toifani qayta yoqlab, 70% ustamani ham qo'lga kiritdim. Men ham mana shunday $1000 oylik maosh oladigan ustozlar qatorida ekanligimdan faxrlanaman.